Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Mana zakazlarimiz xudo xolasa tayyor. Ikkitasi Qo'qonga, bittasi mana Samarqandga. Ishlarimizni yetkazib berishga tayyor ishlarimiz. Mana sizlarga qanday holatlardan ishlashlarini tanishtirib qo'yay. Bunimiz oddiy divan o'tiradigan holati. Bunimiz yarim spanli deb qo'yamiz, pol spanli deyiladi. Bunimiz katta duq spanli singari. Uzunasiga 2 metr. Ichlari sondiq. O'zini to'shak adyol plastinalari solinadi sondig'iga. Bosh tomonlariga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Xudo xolasa materiallarimiz 100% mo'shiy materialda tayyorlanadi. Yog'ochlari ham 100% sasnada. Yonlari MDF displeyda yig'ilgan. Xohlagan paytda buni ochib olib, spanli holatga keltirib, divan holatiga keltirib olasizlar. Taylarini turishga mana hamma qulayliklarga ega. Qanday istasangiz, shunday ishlaveradi ishlarimiz behijolat. Sondig'ini ham ko'ryapsizlar mana. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Spanli bo'ladigan divanlarimiz zakazga tayyor, xudo xolasa jo'natishga. Mana shuni ishlashlaringizni ko'rsatib qo'ymoqchimiz. Mana yig'ilgan holati, mana spanli holati. Yig'ishtirib bering mana uni ham. Mana sondiqlari ham bor. Materiallari toza mo'shiy materialdan 100% sasnada yig'ilgan. Ishimizni garantiya qilib beraveramiz mana. Hamma tomonlarni ko'rib ko'rasizlar. Xudo xolasa. Pol spanli qilib qo'ying. Mana orasida spanli qilib qo'ying. Pol spanli qilib qo'ying. Bu uch xil holatda ishlaydi. Uchtasi bitta degani. O'tiradigan holatda divan qilib, spanli holati, mana bu pol spanli holati bo'ladi hozir. Mana pol spanli. Ishlarimizni ko'ryapsizlar mana. Mana spanli holat. Bolishini olib tashab qo'ying ustiga. Xohlagan rangingizda qilib berilaveradi. Mana bir kishiligi ham bor, ikki kishiligi ham bor. Mana spanli qilib qo'ying. Xudo xolasa kelishtirib, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Mana aziz muxlislarimiz mana spanli holat, ichlari sondiq mana. Sondiqlari ham katta 1 metrlik sondig'i bor. Yostiqlari bor mana. Murojaat uchun telefon nomerimizni qo'yib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Xohlagan rangingizdan qilib berilaveradi. Razmerlarimiz 1.40 ga, uzunasiga 2 metr. Qo'l qo'ydoni bilan 1.70 bo'ladi eni. Ichi 1.40 bo'ladi, uzuni 2 metr bo'ladi. Bosh tomonlarini ham ko'ryapsizlar. Materiallar mo'shiy material. Kirchimo 2.12.